Yaxshi o'tiribsizmi va yangilarda ko'nikib qoldingizmi? Birinchi rol ekan, qarang, Fayzli. U shuncha dasturxon yozib nima qiladi desa, qarang, hamma yo'lni mana tuzab qo'yibsiz. Gapirma. O'zbekona, o'zimizni O'zbekona yaxshi-ya, Sevaraxon, yaxshimisiz? Urinib qolmadingizmi, assalam? Va shunaqa chiroyli dasturxonlar. O'zbekona baribir chiroyli, o'rtoq. O'zimizni gapirma, ustol, stullardan minnatga yaxshi. Shunaqa chiroyli, qara mana. Yaxshi bo'libdi. Chiroyli-ya. Charchamadingizmi ish qilib? Ha, yaxshi. Rahmat. Xush kelibsizlar, mehmonlarim. Voy opalarim, yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Ya o'zi yaxshi. Yangi ko'chib kelganmizda o'shanga yerga qilib qo'ya qoldim. Taxtamam yo'q hali. Voy, nima unda hijolat bo'lmang. O'zbekcha mazza qilib mana zo'r o'tiramiz. Zamonaviy mas'ul. Yo'q, juda chiroyli. Ko'rpachalar ham onam qilgan 30 yillik ko'rpachalar. Ay, voy, qadada mana mazza qilib hamma. Yo'q, nima hijolat bo'lmang. O'zini xuddi yoshligidek uyida o'tirgandek his Ha, o'shida biz ham yoshligimizda shunaqa o'tirganmiz-da. Hammamiz nima qil. Xon taxtiga ulgurmadim hali. Hijolat bo'lmang, sinjonim juda chiroyli. Yo'q, mana. Menga qaranglar. Xo'p, mana. Aha, mana qani olinglar, qaranglar o'rtoqlar. Davay. Ha, gezarib o'tiribsan. Nima yoqmayapti o'rtoq? Uy oldim dedi. 3 xonali uy oldim dedi. Mayli, uyimiz. Mana o'tirishdi qara. Mana qarab o'tiramiz buni. Hatto stul mayli, xo'rtaqda ham yo'qmi? Gapirma, ko'rpachalarni qarab. Ko'rpachalar solib qo'yganmi? Mana nima endi? Hozir birov yemayapti. Qaravay, mana yo'q ochaman. Men qo'zalamagan. Mana ola yengib uyda ahvolini qaravay to'g'ri qildim. Eshitib qolmasin. Istaxonini qaravay, to'g'ri astag'firullah. Unda chiroyliroq, vazada chiroyli qilganini qara. Kelganimizni qara, kelinglar. O'sha odam qo'rqib sovuqdi qara. Doimiy, mayli, qolmasin. Voy, ol endi. Nima qilamiz? Bir nima oshingiz keluvdi, o'rtoq. Buni qarang. Murabbo keladimi? Murabboga balovam kechib bir mahalda chiqib ketib yana qara. Prani olib keldi. Stop. Prani bolalarga beradi. Astag'firullah. Qarachi, qozonga qilayaptimi? Qozonga oshmas qildim degan. Yo'q.